Assalomu alaykum. Ertalabdan Eldorado Savay kassasidan akalar aeroport Pulkodan gapiryapmiz. Birinchi etajdan. Agar sizlar mana shu yerdan taksidan kelib tushsalaringiz, akalar, yana ham aytamiz. Mana bu ko'ryapsizlar, u yoqda militsiya turibdi. Ular sizlarga hech narsa demaydi, ahamiyat bermaysizlar. Shtob o'zlaringiz bildirib qo'ymaysizlar agar bezakun bo'lsalaringiz. Hozir biz 3-iyun ertalab kelganmiz, kutib turibmiz passajirlarimizni. Bezakun akalar juda ko'pda. O'shalarni o'tkazgali kelganmiz. Bizlar bilet olgan, mana shu yerdan kelasizlar akalar. Mana bu yoq chiqish buxot. Ko'rib turibsizlar. Mana shunday kelasizlar, mana shunday akalar. Bemalol bironta o'zlaringiz bildirmaysizlar, mana shu yerdan kirib ketasizlar. Mana shu yerdan buxotda. Bu yoqda nima qilib yotmaysizlar. O'zlaringizda nima deydi, qo'rquvga olmay, shunday bemalol mana shu agar darvozani oldida bo'lsa, sal keyinroq kirasizlar, chunki darvozani oldida bo'lgan paytda tekshirib qolishi mumkin. Uzoqroq bo'lganda kirasizlar. Mana shu yerdan kirib bemalol o'tib, keyin bu yerdan o'tgandan keyin akalar, tamom. Agar O'rta Osiyoga ketaman desangiz, shunday o'ng qo'l tarafga burilasiz. Kirdi chiqib ketamasangiz, chap qo'l tarafga burilib, eskalatordan ko'tarasiz yoki liftdan ko'tarilib, tamom, sizga registratsiyaga borasiz, o'tasiz.